Qanaqa ovqatligini oxirigacha ko'ringlar. Judayam mazali va ishtahani ochadigan video bo'ldi. Oxirigacha ko'ringlar. Hamma o'tgan golubtsa qilgan videomga sochingni yig' degan uchun yig'ib parikka qoldim. Xullas, margarin, sut, mana sutni iliq qilib, isitib, hammasini aralashtirib, un solib, tuxum solib, nima qilaman deb o'ylaysizlar? Albatta, baqina xamir qilaman. Xullas, un kamroq solibman, yana qo'shdim, yana izg'iladim. Oxirida baqina bo'lib ishib chiqdi. Xamirimiz tayyor bo'lgandan keyin nachinkasini tayyorlaymiz. Kartoshka, piyoz, go'sht hammasini aralashtirib, to'g'rab, mayda to'g'rash kerak-da, o'xshamadi. Chesnok, ko'katlarsiz umuman ovqat bo'lmaydi. Nastroyeniyani ko'tarib, shunaqa vilka bilan teshib chiqib va xamirimizni ichiga solamiz. Voy, shunaqa qalin, shunaqa dumba pirogimiz chiqdi. Ustiga yana xamir qilib, tuxum surib, uni 40 minutga 180 gradusga duxovkaga jo'natamiz. Bitta narsaga uslamaman, kamera orqali hidini va ta'mini his qila olmasligingiz. Judayam mazali chiqdi.